Assalomu alaykum hammaga. Bugun logopsixologiya va psixologik korreksiya metodlari fanidan nutqida kamchiligi bo'lgan bolalarning shaxs xususiyatlari mavzusi haqida gaplashamiz. Bunda bizda birinchi navbatda nutq kamchiliklarining asosiy belgilari haqida tushuncha berib o'taman. Nutqiy nazorat qilishda til bilmaslik, qiziqishlarning kamayishi, qisqarib ketgan suhbatlar asosiy sabab qilib olinadi. Bolalarning nutqiy oqibatlari ko'pincha til bilmay noto'g'ri ishlash tufayli ro'y beradi. Qisqarib ketgan suhbatda esa bolalarning nutqi bo'yicha xulosa suhbatda ishtirok etishini kuzatadi. Qiziqishlarning pasayishida esa bolalarning nutqiy masalalari va ko'pincha hujjatlar hokimiyatining kamayishi, ya'ni insonlar bilan muloqot qilish jarayonida kamchiliklar yuzaga keladi. Ijtimoiy muloqotdagi jarayonlarida esa bolalarning tushunmasligi, bolalarning nutqiga oid masalalar boshqaga o'z fikrlarini va his-tuyg'ularini tushunishlarini qo'llab-quvvatlashni cheklab qo'yish bilan bog'liq bo'ladi. Bolalarning nutqiga oid masalalar boshqa so'z, fikrlarni va his-tuyg'ularni tushunishni qo'llab-quvvatlash bunda cheklanganligi sababli bolalar nutqiy ma'lumotlarga ko'ra kechikishlarda yoki kamgap va o'zini ortiqcha his qilishi yuzaga kelishi mumkin. Suhbatga qatnashish harakatlari qiyinchilik bo'ladi. O'zini ifoda etishdagi muammolarda fikrlarini yozmasligi, bolalarning nutq yuzasidan xulosasida o'z fikrlarini ko'rib chiqishga qodir bo'lmay qoladi. His-tuyg'ularni boshqalarga yetkazishda esa nutqiy ko'rsatmalarga ko'ra his-tuyg'ularni cheklab qo'yib, nazorat o'rnata olmaydi. Bolalar nutq yuzasidan xulosa o'z fikrlarini ko'rib chiqamaydi. Ya'ni bolalar o'zi gapirayotganda savollarga to'g'ri yoki noto'g'riligini ifoda etib bera olmaydi yoki o'z qarashlarini ifodalab bera olmaydi. Yoshga qarab farqlanishida esa bola yoshidagi zararlar, bolalarning nutqiy faoliyatida bola yoshiga muammolar yoshiga bog'liq bo'ladi. Bolalar nutqida yoshiga nisbatan farqlari juda katta bo'ladi. Masalan, birga kirganda bola deyarli so'zlarni bilmasa, 3 yoshga kelib esa mingdan ortiq so'zlarni bemalol ayta olishi, bog'langan nutq bilan fikrlarini bayon etib bera olishi mumkin bo'ladi. Bolalar 3 yosh normal nutq uchun 3 yosh normal bo'lgan holatda so'zlarning kamayishi yoki suhbatlarda so'z topa olmay qolishi bu kamchiliklari hisoblanadi. Nutq kamchiligida va ta'limda o'zgarishlar maxsus ta'lim olishida ishora qiladi. Maxsus ta'limda esa bolalarning nutq kamchiliklarida ma'lumotlar va shaxsiy hujjatlar kerak bo'ladi. Individual dasturlarda esa har bir bolaga qarab maxsus ta'lim dasturlari, bu faylga xos xato va fayllarni yuklab olishlar kerak bo'ladi. Ota-onalarga maslahat beriladi maxsus ta'lim uchun bolaning nutq kamchiligi yoki boshqa psixologik kasalliklarning ta'sirini ham o'rganish muhim hisoblanadi. Maxsus ta'limda o'qitish usullari va strategiyalarini ko'rib o'tadigan bo'lsak, rasmli o'qitish, o'yinli ta'lim, individual maslahatlar, guruh mashqlari olib boriladi. Rasmli o'qitishda bolalarga turli xil rasmli materiallar, nutq va so'zlashga oid o'zgarishlar yoki so'z boyligini oshiruvchi materiallar taqdim etiladi. O'yinli ta'limda esa bolalar o'yinli usullar orqali nutqni rivojlantirish, masalan, spektakllar orqali bolani so'z boyligini orttirish mumkin bo'ladi. Individual maslahatda esa bolalarga individual yordam berish, logopedik mashg'ulotlar olib borish yoki qandaydir ma'lumotlarni yozdirish orqali ham so'z boyligini oshirish mumkin bo'ladi. Guruh mashqlarida esa bolalar guruh bo'lib ishlashi kerak bo'ladi. Bunda ijtimoiylashuvni ham olib borish mumkin yokida har bir bolani tashqi olam bilan aloqadorligini ta'minlash uchun
kerak bo'ladi. Maktabga tayyorgarlik jarayonida esa diagnostika qilinadi, maxsus dasturlar va yana ota-onalarga maslahatlar ham berib boriladi. Diagnostikada bolaning nutqdagi kamchiliklarini aniqlash va tuzatish choralarini ko'rish uchun taqdimotlar olib boriladi. Maxsus dasturlarda esa maktabga tayyorgarlik uchun yetarli darajadagi materiallar yoki o'quv jarayonini yaxshilash uchun turli xil vositalardan foydalanish kerak bo'ladi. Bu ta'lim texnologiyalari hozirgi davrda zamonaviy ta'lim texnologiyalaridan foydalangan holatda olib boriladi. Maktabga tayyorgarlik uchun ota-onalarga maslahat va qo'llab-quvvatlashlar, bu bolalarning hayotini osonlashtirishiga yordam berish haqida tushuntirishlar olib boriladi. Ota-onalar uchun maslahatlarda qo'llab-quvvatlashni asosiy o'ringa qo'yishlari, bola nutqidagi kamchiliklarni tuzatishga harakat qilayotganda uni qo'llashi, unga yordam berishlari kerak bo'ladi. Bolalarni o'qitish usullarida bolalarga nutqni rivojlantirish uchun o'qish usullari, o'qitish usullari va strategiyalar tuzib beriladi. Nutq kamchiligida psixologik ta'sirlar ko'pincha o'ziga bo'lgan ishonchning kamayishi bilan boradi. Ya'ni davomli stresslar, sog'lom o'quv jarayonlariga salbiy ta'sir, ijtimoiy izolyatsiya yoki o'zini ozgina qadrlovchi xususiyatlarni pasayishiga olib keladi. Bunda davomli stressda bolalar nutq kamchiligi tufayli turli stress va qayg'usini boshdan kechirishi mumkin. Bunda umumiy qabul qilish mumkin, ta'sir qilishi qiyinlashishi bo'ladi, o'zini chetga olishni boshlaydi. Ijtimoiy izolyatsiyada esa nutq kamchiligi tufayli bolalar hissiy, ijtimoiy izolyatsiya va guruhlarda ishtirok etishlari uchun kamchiliklari tufayli o'zini fikrini bayon etib bera olmasligi mumkin hisoblanadi. Yosh do'stlar bilan munosabatlarda esa do'stlarni topishlari mumkin. Qachonki nutq kamchiligi tufayli bolalar yangi do'st topishda qiyinchiliklarni boshdan kechirganda uni to'g'ri qabul qila olib, unga do'stona munosabat qilganlar bilan o'quv kuchini kamayishini nimada deyishimiz mumkin? Bolalar kamchiligi tufayli o'quv quvvatini kamaytiradi. Ya'ni qabul qilish darajalari nutq kamchiligiga qarab turli xil bo'lishi mumkin. O'shaning uchun bolalarga ko'pincha do'stlarining ham munosabati o'z ta'sirini o'tkazadi. Emotsional holatdagi harakatlarini aytib o'tadigan bo'lsak, his-tuyg'ularning keskinligi, tushunishdagi qiyinchiliklar, o'zini ozgina tortinish hissini uyg'otishi, qo'shimcha yordam talab qilishi bo'ladi. Bunda his-tuyg'ularning keskinligi, nutq kamchiligi tufayli bolalar his-tuyg'ularning keskinlik va g'ayrioddiy his-tuyg'ularini ko'rsatadi. His-tuyg'ularini keskin olib borishi bu sog'lom fikrlashiga salbiy ta'sir o'tkazishi mumkin. Emotsional rivojlanishiga ham o'z ta'sirini o'zgartiradi. Tushunishdagi qiyinchiliklarda bolalar qiyinchiliklarni sog'lom emotsional rivojlanishda ta'sir qilish orqali to'g'rilashlari mumkin bo'ladi. Tushunishini yaxshilash uchun unga yordam berish yoki lug'at boyligini oshirish orqali yordam berishimiz mumkin bo'ladi. O'zi qila olmaganligi uchun qo'shimcha yordam talab qilishi bu nutqdagi kamchiligidan kelib chiqqan holatda olib boriladi. Bunga esa ota-onalar to'g'ri yondashuv qilib, o'z yordamlarini ayamagan holatda o'qituvchi pedagog bilan hamkorlik o'rnatib ish olib borishlari kerak bo'ladi. Stress va kayfiyat o'zgarishlarida katta stress, tushunishdagi qiyinchiliklar nutq kamchiligi tufayli bolalarda ko'proq kuzatiladi. O'zini his-tuyg'ularini ifoda eta olmaganligi uchun qiynaladi. Bunda bola o'zini qadrlovchi bo'lishi kerak, ya'ni xavfsizlik jihatidan o'zini erkin his qila olishi va nutqini so'z boyligi darajasidagi fikrlar bilan ham yoritib bera olishi kerak bo'ladi. Nutq kamchiligi va sog'liqda esa tibbiyot
aralashadi. Bunda tibbiy va davolash ishlari, tibbiy shifokorlar, psixologik konsultatsiyalar va oilaviy maslahatlar orqali olib boriladi. Tibbiy shifokorlar nutq kamchiligi bo'yicha tekshiruvlar o'tkazishi kerak. Bu tekshiruv tanlovi holatini va boshqa sog'lomlik muammolarini aniqlash uchun muhim kasb etadi. Psixologik konsultatsiyada esa bola o'zini tuta olishi, dasturiy nutq kamchiligiga yordam berish, o'zini qanday his qila olishi, so'z topa olmay qolganda qiyinchiliklarni qanday yenga olish haqida unga ma'lumotlar berib o'tiladi. Oilaviy maslahatlarda esa nutq kamchiligini tuzatish uchun oilada bolaga ko'proq e'tibor, savol-javoblar qilishi yoki ertaklar o'qib berish orqali olib boriladi. Dori-darmon va muolajalarda esa logopediya terapiyasi, dori-darmonlar, fizioterapiyalar qo'llaniladi. Logopediya terapiyada esa bolalarning nutq kamchiligi va nutqdagi yoki artikulyatsion apparatdagi buzilishlarni yaxshilovchi massajlar, logopedik mashg'ulotlar olib boriladi. Fizioterapiyada esa bosh miyaning harakatlari, markaziy va periferik nutq signallarini yaxshilovchi turli xil kimyoviy yoki biologik faol moddalardan foydalanib yordam beriladi. Dori-darmonlarda esa diqqatni oshiruvchi, xotirani mustahkamlovchi preparatlar beriladi. Bunda bolani so'z boyligi oshib borishiga ta'sirini o'tkazadi. Reabilitatsiya va qo'llab-quvvatlashda bolani oilaviy qo'llab-quvvatlashi, ijtimoiy integratsiyalash jarayoni, maxsus ta'limda o'zini tuta olishi, o'zini maxsus ta'limda erkin his qila olishi va mehnatli davolash choralari olib boriladi. Oilaviy qo'llab-quvvatlashda bunda bolaga har doim o'ziga bo'lgan ishonchini oshirish yoki o'rtoqlar bilan qanday munosabatga kirishish haqida maslahatlar beriladi. Ijtimoiy integratsiyada esa bolalarning ijtimoiy integratsiyasi nutq kamchiligini hal qilish bilan, ya'ni o'zini o'sha bolalardek his qila olish uchun sharoit yaratib beriladi. Sog'lom bola uchun maslahatlar: birinchi navbatda sog'lom ovqatlanish bilan ijtimoiy a'zolik, ya'ni o'zini ijtimoiylikda o'z hissasini qo'sha olishi, oddiy bolalarcha mashg'ulotlarni ham ijtimoiylashuvga aloqador deb hisoblab mashg'ulotlar qila olishi kerak bo'ladi. Sog'lom ovqatlanish bolalarning sog'lom rivojlanishini, nutqini yaxshilanishi uchun alohida kasb etadi. Bolalarda nutq kamchiligida shaxsiy xususiyatlari yetarlicha bo'ladi. Bunda shaxsiy rivojlanishi yaxshilanishiga albatta ota-onalarning pedagogik qarovlarining o'rni katta hisoblanadi. Bugungi mavzu shulardan iborat edi. E'tiboringiz uchun rahmat.